Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Tehron Oyatulloh Ali Humayniyning o'limidan so'ng g'azob otiga mindi hamda Qo'shma Shtatlarning Eron atrofidagi barcha bazalariga yana zarbalar berishni boshladi. Bu zarbalar shu qadar ko'p berildiki, hattoki dunyoning eng tinch mamlakatlaridan biri Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ham osmondan xuddi yomg'ir kabi raketalar Dubay shahriga yog'ildi. Bu zarbalar oqibatida bir qator mashhur binolar hamda Dubay aeroporti ham jiddiy zarar ko'rganligi haqida xabarlar tarqaldi. Eron dronlari Qatar shahri Dohaga ham yetib bordi. Dohada ham bir necha Amerika bazalariga kuchli zarbalar berildi. Zarbalar Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahriga ham yetib keldi, do'stlar. Bu zarbalar oqibatida Ar-Riyodning ayrim Amerika bazalari jiddiy shikastlanganligi haqida xabarlar tarqaldi. Iordaniyada hamda Kuvaytda ham juda kuchli bombalar ovozi eshitildi. Bu zarbalarni Eron Amerika bazalariga yo'llagani ma'lum bo'ldi. Eron eng katta kuchni albatta Tel Avivga qaratdi. Tel Avivga Eron 300 dan oshiq raketa zarbalarini yo'lladi, do'stlar. Eronning 300 dan oshiq raketalari Tel Aviv shahriga yetib borgan bir vaziyatda Isroilning o'sha dunyoga mashhur havo hujumidan himoyalovchi temir gumbaz tizimi Eronning 300 dan oshiq raketalarini hattoki 20% ni ham to'xtatib qola olmadi, do'stlar. Bu haqida ayrim ommaviy axborot vositalari shunday deb yozishmoqda: temir gumbaz tizimi dronlar oldida ojiz ekanligini bildirib qo'ydi deyishmoqda. Bu xabardan shuni aniqlash mumkinki, do'stlar, agar temir gumbaz tizimi Eron hujumlarini yetarlicha qaytara olmasa, bir necha kunlardan so'ng Tel Aviv shahrini Eron vayronaga aylantirishi mumkin, do'stlar. Hozirgina CNN axborot agentligining xabar berishicha, Saudiya valiyahd shahzodasi Saudiya armiyasiga Eronning zarbalariga javoban zarbalar berishga ruxsat berdi, do'stlar. Bundan shuni tushunish mumkinki, do'stlar, endi Eron Saudiya Arabistonidagi Amerika bazalariga zarba bersa, Saudiya Arabistoni ham Eronga javob zarbalarini yo'llaydi degani.